Chunki qiyomat kunida Alloh taolo to'xtatib, bitta so'raydi bizdan. Nima uchun bunday qilding? Nimaga ayolingni urding? Nimaga ayolingga taloq berding? Nimaga farzandingni tarbiyasini tashab qo'yding beparvo? Nimaga tijoratda mana bunday ish qilding? Nima uchun umringni telefon bilan o'tkazding? Nima uchun sotsial setda o'tirding? Nima uchun televizorda o'tirding? Nima uchun qo'lingdan telefoning tushmadi? So'raydi akalar. La tazula qadama abdin. Payg'ambarimiz aytadilar, bandani qadami qiyomat kunida jilmaydi o'rnidan to umrini nimaga sarflagan so'ramagunicha. Pulini so'ramagunicha, sog'ligini, yoshligini so'ramagunicha. Har bitta narsamizga javob bor. Birodarlar, addayyan, siyg'ai mubolag'a qancha kichkina bo'lmasin, Alloh uni hisoblaydi. Qancha katta bo'lmasin, albatta hisoblaydi. Va mana shu ishimizga jazo mukofot beradi. Robbimiz addayyan bo'lgan zot. Birodarlar, bu foniy dunyoda turar ekanmiz, shu dunyoni o'zi bilan mashg'ul bo'lib qolmaylik. Abadiy hayotga, abadiy dunyoga tayyorgarlik ko'raylik.